Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonboy qishlog'ida joylashgan 7 etajli domning 3-etaj qismida 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Shu kvartiramizni sizlarga qisqachagina qilib video obzorini qilib o'tib ketamiz. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, shaxsan egalari bilan bog'lanib baraka qilishliklaring mumkin. Sizlarga qisqacha obzorni boshladik. Mana bu domimizning umumiy ko'rinishi, mana katta yo'lning birinchi liniyasi joylashgan dom. Endi ichkarilarni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu podest qismimiz, albatta liftimiz mavjud. Liftdan chiqqanda mana o'ng qo'lda ikkinchi kvartira. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, $19,000 narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Qolgan kreditini to'lab ketish sharti bilan kirganimizda chap qo'lda bitta mehmonxonamiz mavjud. Uzungina koridorimiz bor. O'ng qo'lda umumiy dushovoyimiz bor. Buni oldida alohida bitta tualetimiz mavjud. Ro'para qismida barcha qulayliklarga ega oshxonamiz bor. Mana balkon qismimiz. Mana ro'parada Spirtzavod svetoforining oldidagi joy, yo'lning birinchi liniyasida joylashgan joy. Bu tarafda esa bu joyda bitta bolalar xonasi mavjud. Bu joyda bitta kattalar yotoqxonasi mavjud. Albatta bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.